Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun ikkinchi darsni davom ettiramiz. Ikkinchi dars oxirgi qism bo'ladi. Hop, bugungi yangi so'zlarimiz birinchisi bu liang, liang, liang. Ma'nosi bu miqdor so'z, ya'ni hisob so'z. Ingliz tilida bu measure word bo'lib keladi. O'zbek tilida ta. Bu measure wordlarni biz bilamiz. Kitoblar uchun misol uchun bin va umumiy hisob so'zimiz bu g. Undan keyin kiyimlar uchun jian. Shunga o'xshab har bir narsani o'zini miqdor so'zi, hisob so'zi bo'lgani kabi transport vositalarini ham o'zini hisob so'zi bor. Bu liang bo'ladi. Buni hozir misollar bilan ko'ramiz. Ikkinchi so'zimiz bu lou, lou. Buni ikkita ma'nosi bor. Ham bino degani, bu birinchi ma'nosi va qavat degan ma'nosi ham bor. Misol birinchi qavat, ikkinchi qavat, uchinchi qavat deganda ham louni ishlatamiz. Buni ham hozir misollar bilan ko'ramiz. Uchinchi so'zimiz bu na. Na bu olmoq. Bu ingliz tilidagi tekka to'g'ri keladi. Olmoq, ushlamoq, ko'tarib olish yoki qo'lga tutib olish degan ma'nolarda keladi. Keyingi so'zimiz bu qisman grammatika. Buni aniq bitta ma'nosi yo'q. Bu obyektni oldinga chiqarib, unga nisbatan harakat qilinayotganini ko'rsatadi. Ya'ni bitta narsani joyini o'zgartirish. Buni hozir misollar bilan ko'ramiz. Bitta narsani olib, joyini yoki holatini o'zgartirganda ba'ni ishlatamiz biz. Oxirgi so'zimiz bu san, san. Buni to'liq shakli san bo'ladi. Bu zontik degani, soya. San. Hop, birinchi liang so'zimiz bu transport vositasi uchun hisob so'z. Mashina, avtobus, velosiped, mototsikl, g'ildirakli transport hammasi kiradi bu narsaga. Buni ma'nosi ta, o'zbek tilidagi ta, bitta, ikkita, uchta faqat transport uchun. Misol bitta velosiped, bitta mashina demoqchi bo'lsangiz, iliang deysiz. Mana misol uchun bitta mashina iliangchi, bitta mashina iliangchi, bitta mashina. Liang liang gong gong ji, liang liang gong jiao chi. Gong gong chi desa ham bo'ladi. Bu yerda hozir gong jiao chi berilgan. Liang liang gong jiao chi degani bu ikkita avtobus degani. Avtobus ikkinchi ma'nosi bor, bu gong gong chi chi. Bu yerda bugun bizga bergani bu gong jiao chi, bu ham avtobus degani. Hop, san liang zi xinchi. Zi xinchi bu velosiped. Zi xinchi velosiped. San liang zi xinchi bo'lsa 3 ta velosiped bo'ladi. Hop, men kou yo yi liang zhuzu chi. Eshik oldida bitta taksi turibdi yoki bitta taksi bor. Men kou degani bu eshik oldi. Men kou yo yi liang zhuzu chi. Zhuzu chi bu taksi. Buni o'tganmiz. Shunda eshik oldida bitta taksi bor. Ta mayli yi liang xinchi. U bitta yangi mashina sotib oldi. Ta mayli yi liang xinchi. U bitta yangi mashina sotib oldi. Liang bu miqdor so'z, mashina o'sha g'ildirakli transport vositalari uchun miqdor so'z, ya'ni hisob so'z. Inglizchasiga measure word bo'ladi. O'zbekchada shunda ta bo'lib keladi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Keyingi so'zimiz bu low. Low. Hozir aytgandek buni ikkita ma'nosi bor. Birinchisi bino, ya'ni ko'p qavatli bino va qavat degani. Birinchi qavat, ikkinchi qavat, uchinchi qavat. Hop, misol uchun, 这是一座新楼. 这是一座新楼 bu bitta yangi bino. 这是一座新楼 bu bitta yangi bino. 我家在3楼 mening uyim 3-chi qavatda. 我家在3楼 mening uyim 3-chi qavatda. 他上楼出了 u yuqori qavatga chiqib ketdi. 他上楼出了 u yuqori qavatga chiqib ketdi. 他们在楼下等你 ular pastki qavatda yoki bino pastagida seni kutyapti. 他们在楼下等你 ular seni pastki qavatda yokida o'sha bino tagida kutyapti. 这栋楼有20层 bu binoda 20 ta qavat bor. 层 degani bu ham qavat degani. 这栋楼有20层 bu binoda 20 ta qavat bor. Hop, asosiy ma'nosi bino, bu birinchi keladigan ma'nosi bino va yana ikkinchi ma'nosi bu qavat. 我住在2楼 desangiz ham bo'ladi. Men 2-chi qavatda yashayman yoki 我家在3楼 mening uyim 3-chi qavatda. Keyingi so'zimiz bu na. Na olmoq, ushlamoq, ko'tarib olish yoki qo'lga tutib olish degan ma'nolari bor. Misol uchun bu nali, bu shu men bitta kitob oldim, qo'limga olib turibman. Ingliz tilidagi take'ga to'g'ri keladi bu.
我拿了一本书men bitta kitobni oldim. Bu sotib olish emas, shunchaki qo'lga olish. Qo'limga oldim. 请帮我拿一下这个. Iltimos menga buni olishda yordam bering. 我住楼上 uzr, 我住楼下拿快递吧. Men pastga tushib pochtani olib kelaman. Ya'ni kuaydi degani. Kuaydi bu pochta Xitoydagi. 我住楼下拿快递吧. Men pastga tushib pochta olib kelaman. 小刚拿着伞出门了. 拿着degani olib turibdi, olib narsani qilish. Buni o'tganmiz. Fe'lga ch qo'shilgandan keyin o'sha harakatni davomiy qilib turish. Ya'ni olib turib, qo'liga olib, hali qo'lidan qo'ymagan, qo'lida ushlab turgan holatda demoqchi. Xiaogang na zhe san zontikni qo'liga olib, chumenli tashqariga chiqdi. Chumen degani eshikdan tashqariga chiqish. Bie na wo de diannao. Mening kompyuterimni olma. Bie na wo de diannao. Meni kompyuterimni olma. Keyingi so'zimiz ba. Ba boya aytganim bitta obyektni holatini yoki joyini o'zgartirish. Buni formulasi birinchi o'sha subject, ba noun bu ot va plus fe'l verb formulada keladi. Bir narsani olib, narsa qilish yoki bir narsani bir qanaqadir holatga keltirish. Misol uchun, Qing ba men guanshang. Iltimos eshikni yoping. Bu yoqda ba men eshikni guanshang yoping. O'sha holatini o'zgartiryapti. Eshik holatini yopiq holatga o'tkazdi. Ya'ni joyini o'zgartirgani yo'q bu yoqda, lekin holatini o'zgartirishga misol bo'ladi bu. Bunisi ta ba shu fang zai zhuo zi shang. U kitobni stol ustiga qo'ydi. Ya'ni kitobni olib stolni ustiga qo'yish. Mana bir narsani olib, bir narsa qilish. Ya'ni kitobni olib stol ustiga qo'ydi. Shunda kitobni joyi o'zgardi. Bir joydan bir joyga olib qo'ydi. 我把手机忘在家里了. Men telefonni uyda unutib qoldirdim. 我把手机忘在家里了. Men telefonni uyda unutib qoldirdim. 老师把作业给我们了. Ustoz uyga vazifalarni bizga berdi. Ya'ni o'sha uyga vazifani olib bizga berdi. Ba joyini o'zgartirish yokida holatini o'zgartirish biron bir narsani. Buni yana misollar bilan yana ham tushunsangiz bo'ladi. Agar tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyada ham tushuntirishga umid qilaman. Hop, keyingi so'zimiz bu san. San bu soyabon, zontik degani. Ni dai sanlama, sen soyabon oldingmi, zontik oldingmi? Ni dai sanlama, sen zontik oldingmi? Wo wangla na san. Men zontik olishni unutdim. Wai men xia yu le. Kuai na san. Tashqarida yomg'ir yog'yapti, tez soyabon ol. Ta na zhe san zou jin lai. U zontikni olgan holda ichkariga kirdi. Soyabonni olib ichkariga kirdi. 我的伞在办公室. Mening zontigim ofisda. Hop, bugungi grammatikamiz bu nang shima ma. Buni ma'nosi bu rhetoric question deydi, ya'ni retorik savol, teskari savol bo'ladi. Misol uchun o'sha inkori yana ham ma'nosini kuchaytirish. Axir mumkinmi, shunaqa bo'lishi mumkinmi, qanaqasiga bunaqa bo'ladi degan ohanglarni beradi. Xitoy tilidagi bu nang shima ma shakli bu savol emas o'zi aslida. Bu o'sha norozilik, imkonsizlik, taajjub ma'nosini beradi. Misol uchun, agar bu tasdiq shaklida kelayotgan bo'lsa, misol uchun nangbayma sotib olish mumkinmi degani, bu aslida buni ma'nosi teskari, ya'ni qanaqasiga sotib olasan, sotib ola olmaysan degan ma'noda keladi. Agar nangbumayma bo'ladigan bo'lsa, sotib olish mumkin emasmi desa, aslida buni ma'nosi tasdiq bo'ladi, ya'ni sotib olish mumkin degan ma'noni beradi. Bu hozir sizga sal chalkash tuyulishi mumkin, buni hozir misol bilan ko'ramiz. Prosta men aytmoqchi bo'lganim, agar negativ shaklda kelayotgan bo'lsa, buni ma'nosi pozitiv bo'ladi. Agar pozitiv shaklda kelayotgan bo'lsa, buni ma'nosi negativ bo'ladi. Ya'ni bu rhetoric question, teskari savol degani. Hop, buni hozir tahlil qilamiz. Misol uchun qarang. 为什么我的汉语学得不好? Nega meni Xitoy tili o'qishim yaxshi emas, xitoycham yaxshi emas? Xo'p, bu yoqda aytyapti, 你不做作业, sen uyga vazifa qilmaysan. 也不练习, mashqlarni ham qilmaysan. 能学好吗?
能睡好吗 yaxshi o'qisa bo'ladimi? Bu yerda hozir bu oddiy bu tasdiq shakli, ya'ni pozitiv shakl, bu inkor shakl emas. Lekin buni ma'nosi o'zi aslida bu yoqdagi ma'nosi hozir bu negativ bo'lyapti, ya'ni yo'q qila olmaysan degani. 能睡好吗 o'qishing mumkinmi, yaxshi o'rganishing mumkinmi? Bu hozir o'zimizni o'zbek tilida og'zakida xuddi kesatishga o'xshaydi. Ya'ni uyga vazifani qilmasang, mashqlarni bajarmasang, sen yaxshi o'qishing mumkinmi yoki sen xitoy tilidan deylik HSK olishing mumkinmi? HSK uyga vazifani qilmaysan, mashqlarni bajarmaysan, sen xitoy tilidan HSK olasanmi? Bu mana shunaqa savol. O'zbek tilida bu bor bizda ham og'zakida. Hozir xuddi shu ma'noni beruvchi grammatika. Ya'ni bu yoqda 能睡好吗 yaxshi o'rganish mumkinmi? Lekin buni ma'nosi bu inkor, ya'ni o'rgana olmaysan, qila olmaysan. Chunki uyga vazifani qilmayapsan, mashqlarni bajarmayapsan. Hozir ikkinchi misolni ko'ramiz. Agar bu negativ bo'lsa-chi, ya'ni inkor shaklda bo'lsa-chi, mana bu bilan. Lekin buni ma'nosi tasdiq bo'lib keladi. Misol uchun qarang. 你看我这么胖 qara men qanchalik semirib ketdim, qanchalik semizman. 怎么办呢 nima qilay, nima qilsam bo'ladi? 你每天晚上吃了饭就睡觉 sen har kuni kechqurun ovqatlanib darhol uxlaysan. 也不出去走走 tashqariga chiqib yurmaysan ham. 能不胖吗 semirmaslik mumkinmi? Ya'ni qanaqasiga semirmaysan degani bu. Qanaqasiga semirmaysan, o'sha semirmasang bo'ladimi, semirmaslik mumkinmi? Buni ma'nosi semirasan, albatta semirasan. Ya'ni uxlab ovqatlanib turib uxlaydigan bo'lsang, ko'chaga chiqib ozgina piyoda yurmaydigan bo'lsang, albatta semirasan degani. Ko'rdingizmi? Agar inkor shaklda kelayotgan bo'lsa, buni ma'nosi tasdiq, tasdiq shaklda kelayotgan bo'lsa, buni ma'nosi inkor bo'ladi. Ya'ni teskari savol degani. Bu o'sha rhetoric question deydi bu narsani. Xo'p, hozir audio eshitamiz. Audio eshitgandan keyin bu savolga javob berishingiz kerak. Bu bizning birinchi tekstimiz audiosi bo'ladi bugungi. 你的打算怎么回家 ayol qanday qilib uyiga qaytmoqchi? Hop, audioni eshitib savolga javob berasiz. 课文3，在楼门口送朋友。 Text 3. Parting at the exit of the building. 雨下得真大，你怎么回去？我送你吧。没事，我出去叫辆出租车就行了。那你等等，我上楼去给你拿把伞。好的，我跟你一起上去吧。你在这儿等吧，我拿了伞就下来。 Audioni eshitgan bo'lsangiz, savolga javob bergan bo'lsangiz, men hozir to'g'ri javobni beraman. Albatta men yozgan javob bilan bir xil bo'lishi shart emas. O'sha ma'noni beradigan javob bergan bo'lsangiz bo'ldi. Hop, javobi 雨下得很大，你的打算叫辆出租车回家。Yomg'ir katta yog'yapti. O'sha ayol taksi chaqirib uyga qaytib ketishni rejalashtirdi. Hozir eshitgan audio tekst variantini ko'rib chiqamiz. 雨下得真大，你怎么回去？我送你吧。Yomg'ir haqiqatan qattiq yog'yapti yoki katta yog'yapti. 你怎么回去 sen qanday qilib qaytib ketasan? 我送你吧 men seni kuzatib qo'yaman. 我送你吧 men seni kuzatib qo'yaman. So'ng bu yoqda kuzatish ma'nosida. 没事 hech qisi yo'q. 我出去叫辆出租车就行了. Men tashqariga chiqib taksi chaqiraman va muammo yo'q demoqchi. Yetib olaman taksi chaqirib demoqchi. Nani ding ding unda sen kutib tur. 我上楼去给你拿把伞 men tepaga chiqib, yuqoriga chiqib sen uchun soyabon olaman. 好的，我跟你一起上去吧。Xo'p, men sen bilan birga yuqoriga chiqaman. 你在这儿等吧 sen shu yerda kutib tur. 我拿了伞就下来 men zo'ntikni olib darhol pastga tushaman. Xo'p, bugungi yana davom ettiramiz. Oxirgi yangi so'zlar. Shu bilan 4-qism bo'lmaydi. 3-qismni o'zi tugatamiz HSKni. O'sha ikkinchi mavzusini HSK 3da. Hop, bugungi keyingi so'zimiz bu pang. Pang bu semiz, semirib ketgan yoki vazni ortgan degan ma'noni beradi yoki semirmoq. Chishi buni ma'nosi aslida ingliz tilidagi actuallyga to'g'ri keladi. Actually deb gapiramiz u. O'sha ma'no aslida, rostini aytganda, haqiqatda, amalda degan ma'nolarni beradi. Chishi. Hop, keyingi so'zimiz bu show. Show bilan pang bu ikkalasi bir-biriga antonim. Pang bu semiz bo'lsa, show bu ozg'in. Show ozg'in, ya'ni vaznga nisbatan semiz emas degan ma'noni beradi. Hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi so'zimiz bu pang. Pang bu semiz, semirib ketgan, vazni ortgan ma'nolarni beradi. Misol uchun,
他有点儿胖u biroz semiz我最近胖了 men oxirgi paytlarda semirdim shu kunlarda semirdim你每天晚上吃了饭就睡觉能不胖吗 boyagi misolimiz bu sen har kuni kechqurun ovqatlanasan darhol uxlaysan semirmaslik mumkinmi 他要吃太多不要吃太多会胖的 juda ko'p yema semirib ketasan bu kelasi zamonga nisbatan pangda semirib ketasan 不要吃太多 ko'p yema semirib ketasan degan ma'noda 他一点儿都不胖 u ozgina ham semirmadi 他一点儿都不胖 u ozgina ham semirmadi bu grammatikani biz HSK2 da o'tganmiz hop davom etamiz keyingi so'zimiz bu show bu ozg'in degani misol uchun 你太瘦了 sen judayam ozg'insan menga nisbatan buni xitoyliklar ko'p aytadi 你太瘦了 sen judayam ozg'insan 你tabiiy瘦了 u oldingiga qaraganda yokida oldingidan ozgan tabiiy ya'ni bi betda buni ham HSK2 da o'tdik a bilan bni solishtirish ya'ni dan degan ma'noda solishtirish ya'ni oldingidan demoqchi tabiiy u oldingidan sho'li ozgan ta xiang bian shou u ozg'in bo'lishni xohlaydi bian betda o'zgarish ya'ni ozg'in bo'lib o'zgarishni xohlaydi demoqchi 这只猫很瘦 bu 这 degani bu hisob so'z mushukka nisbatan 这只猫很瘦 bu mushuk judayam ozg'in 你怎么瘦成这样 sen qanchalik bunaqa ozding qanday qilib 你怎么瘦成这样 sen qanday qilib bunaqasiga ozding bunday ozding demoqchi keyingi so'zimiz bu chishi boya aytganim aslida actually bo'ladi ingliz tilida ya'ni gapning haqiqiy holatini tushuntirish undan oldin biron bir narsa bo'lgan lekin u aslida boshqacha bo'lgan keyin aytasiz yo'q aslida bunaqa edi demoqchi bo'lsangiz chishi deb aytasiz ya'ni gapning haqiqiy holatini tushuntirish oldingi fikrni to'g'irlash ya'ni oldingi fikrga aniqlik kiritish o'zbekchasida o'sha aslida rostini aytsam degan ma'noni beradi misol uchun chishi bu tayil aslida men unchalik ham charchamadim chishi bu tayil aslida men unchalik charchamadim keyingisi ta kanchilay hen nianqing u yosh ko'rinadi ta kanchilay hen nianqing u yosh ko'rinadi chishi ijing 30岁了 aslida allaqachon 30 yoshga to'lgan 我以为他不来 men uni kelmaydi deb o'ylagandim 其实他已经到了 aslida u allaqachon kelgan allaqachon yetib kelgan 其实这个问题很简单 aslida bu savol juda ham oson 我其实不喜欢吃甜的 men aslida shirin yeyishni yoqtirmayman hozir ikkinchi audioni eshitib savolga javob berishingiz kerak bo'ladi 你的觉得自己每天运动了吗 ayolni o'ylashicha u har kuni o'zini sport bilan shug'ullanadi deb o'ylaydimi audioni eshitasiz savolga javob berasiz 课文4在家 Text 4. At home. 你看我这么胖怎么办呢你每天晚上吃了饭就睡觉，也不出去走走，能不胖吗？其实我每天都运动但是你一点儿也没瘦，你做什么运动了？做饭呢 Hop, audioni eshitgan bo'lsangiz, hozir savolga javobni beraman. 你的觉得自己每天运动了吗 ayolni o'ylashicha u o'zini har kuni sport bilan shug'ullanaman deb o'ylaydimi 你的觉得自己每天做饭也是运动 ayolni o'ylashicha har kuni ovqat qilishi bu sportga ham kiradi degan ma'noda hop hozirgi audioni tekst varianti 你看我这么胖怎么办呢 sen qara men qanchalar semizman nima qilsam bo'ladi 你每天晚上吃了饭就睡觉 sen har kun ovqatlangandan keyin darhol uxlaysan
也不出去走走 tashqariga chiqib yurmaysan ham 能不胖吗 semirmaslik mumkinmi 其实我每天都运动 aslida men har kuni sport bilan shug'ullanaman mashq qilaman 但是你一点儿也没瘦 ammo sen ozgina ham ozmagansan 你做什么运动 sen qanaqa mashqlarni sportni bajaryapsan 做饭 ovqat tayyorlayapman ya'ni aytmoqchiki men ovqat tayyorlashim bu bir sport demoqchi hop bu yoqda ikkita topshiriq bor tepadagi so'zlarni o'sha yangi so'zlarni to'g'ri keladigan joylarga qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi bular hammasi o'tilgan so'zlar jinda degani bu haqiqatdan katta degani toshini bilasiz bu imtihon Jiaoshi bu sinfxona Xiaoguo bu kuchuk degani kichkina kuchukcha hop bu tomonda Ni jin ai kanshu sen juda ham kitob o'qishni yaxshi ko'rasan Tai guili bu juda ham qimmat degani Shangdian bu do'kon Chu Shangdian mai yi do'konga borib bitta bir narsani sotib olmoqchi bu ting bu o'tgan dars so'zi og'riq og'rimoq menimcha boshqa so'z yo'q bu yoqda siz bilmaydigan agar tushunmagan joyinglar bo'lsa kommentariyada so'rasanglar bo'ladi hozir shu bilan ikkinchi darsni to'liq tugatdik ya'ni 3-qism tugaydi shu joyda rahmat hammaga